Demak, assalomu alaykum aziz DFL muxlislari. DFL Super Ligasining 3-turidan o'rin olgan o'yinlarga bugundan start berildi va maydonda dastlabki o'yin Yangiobod hamda Dahana jamoalari o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Har ikkala jamoaga bugungi o'yinga omad tilab qolamiz. Maydonda qizil libosda Yangiobod jamoasi, och yashil libosda esa Dahana jamoasi harakat qilmoqda. Yangiobodliklar o'zining dastlabki hujumlarini boshlashmoqchi. Yo'ldosh to'p bilan jamoalar ikkinchi tur o'yinlarini o'tkazishdi. Hozir xavfli vaziyat. Darvozabon biroz qaltis harakat qildi, biroq to'p darvoza to'siniga tegib qaytib keldi va shu tariqa o'yin davom etadi. Jamoalar ikkinchi tur o'yinlarini o'tgan haftadan yakunlashdi. Dahana jamoasi ikkinchi turda mag'lubiyatga uchradi. Yangiobod jamoasi esa Dilshod Raupov hozir to'p bilan yaxshi zarba va uchrashuvda birinchi gol kiritilmoqda. Yangiobod jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritdi. Dilshodbek Rashidov gol muallifi va maydon biroz sirpanchiqlik, shu sababli hozir Rashidov Raupov jarohat olgan bo'lishi mumkin. Dilshod Raupov birinchi gol muallifi va Bahriddin Botirov endi hujumga o'tmoqchi edi. Dahananing birinchi hujumi bugungi uchrashuvdagi. Ana endi qarshi hujum Yo'ldoshevdan yaxshi uzatma. Anvar Yo'ldoshevga bo'ldi. Javohir Bo'yriyev. Uglavoy. Yangiobod jamoasi esa ikkinchi turda ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi, biroq jamoada yo'qotishlar bor, qizil kartochkalar. Qahramonov ikkinchi turda sariq kartochka olgan. Mana bu yerda hozir yaxshi vaziyat edi. Saidov yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Ana endi Dahana jamoasi hujumga o'tishga harakat qilib ko'radi. Bo'riyev Yangiobodning yangi hujumini boshlashmoqchi. Umid to'p bilan Javohir Bo'riyevga yetkazib berildi. Umidning o'zi yana to'p saragan edi, biroq darvozabonga. Biz bugun Toshtemirovdan darvozabon o'rnida ko'rib turibmiz. Bo'riyev yana to'p bilan Anvar qarshisida ikki futbolchi edi. Yana Javohirga, mana bu yerda-chi burchak to'pi. Yo'q, darvozabon o'ynar ekan. Hakamlar Ahmedov Nodirjon darvozabon o'ynashiga ishora qildi va Dahana jamoasida o'zgarish. Xolov maydonga tushdi. Yo'q, Zafar bu yerda to'p to'xtatishga xatolikka yo'l qo'ydi. Biz Dahana jamoasi tarkibida bugun Ahmedov Komiljon'ni ham ko'rmoqdamiz. Uzoq tanaffusdan so'ng u yana DFL o'yinlarida 17-raqamda aynan u to'p bilan darvozabonga uzatib berdi. Toshtemirovdan tark etdi. U maydon sirpanchiq, shu sababli to'p to'xtatishga biroz noqulayliklar tug'dirilishi mumkin. Yo'q. Yangiobod jamoasi autdan to'pni amalga oshirar ekan. Ana endi Anvar to'p bilan to'pni oldirib qo'ydi. Botirov orqaroqqa Ahmedovga, yana Botirov qo'sh hujumga sherigi qo'shilmoqda. Mana bu yerda-chi yo'q. Uzatma biroz noaniqlik qildi. Ahmedov Botirovga bu vaziyatda to'pni menga uzatish kerak deganda e'tiroz bildirdi. Anvar Yo'ldoshev mana bu yerda yana to'pni oldirib qo'yish mumkin edi. Unga nisbatan biroz qaltis harakat qildi. Yangiobod jamoasi esa o'zining yangi hujumini tashkil qiladi. Bo'riyev, xo'sh. Hamasiyoy, Said Ramzi, yana Anvar Ramziddinga yetkazib berilgandi. Bo'riyev yaxshi uzatma. Umid bu to'pga ulgurdi. Anvar Umiddan zarba va chiroyli gol va hisob yana o'zgarmoqda. Yangiobod jamoasi o'zining ikkinchi golini raqiblar darvozasiga kiritmoqda. Umid Yo'ldoshev ikkinchi turda Yangiobod jamoasining eng yaxshi futbolchisi deb topilgandi ushbu futbolchi.
aynan Zvezda jamoasiga qarshi o'yinda. Va bugun ham u o'z so'zini aytmoqda va raqiblar darvozasiga gol kiritishdi. Mana bu yerda esa Toshtemirovdan xato, biroq Ahmedov ham xatoga yo'l qo'ydi. Ana endi Dahana jamoasi hujumga o'tadi. Ahmedov, Komiljon Ahmedov to'p bilan Ahmedov bir futbolchini ortda qoldirdi. Botirov yaxshi uzatma, yana Ahmedovga, yana Botirovga qaytarildi. Juda ham zich joylashib olgan Yangiobod jamoasi himoyachilari. Botirov orqaroqqa darvozabonga to'pni yetkazib bermoqda. Mana bu yerda xato va gol. Anvar Yo'ldoshev mana shunaqa chiroyli gol kiritmoqda darvozaga, Dahana jamoasining darvozasiga. Yangiobod jamoasi o'zining 3-golini kiritmoqda. Hisob 3-0. Dahana jamoasi 3-turda ham mag'lubiyatga uchrashga qarab ketmoqda. Xolif mana bu yerda Botirov o'ynash kerak. Nima uchun? O'yin davom etayotgan vaqtda mana bu xato va 4-gol. Anvar Yo'ldoshev. Botirov bu yerda hozir nima qiladi sheriklariga gapirib, bundan ko'ra Xolif qaytargan to'pga intilsa, to'pni egallab olishligi mumkin edi. Torunov hisob Yangiobod jamoasi ana shunday hisobda oldinda bo'lmoqda. Umid Yo'ldoshev orqaroqqa Toshtemirovga, yana Yo'ldoshev, Anvar uning zarbasi. Dahana jamoasi endi kam sonli hujumlardan biriga o'tmoqda. Yaxshi uzatma, biroq noana. Toshtemirov Yo'ldoshev, Anvarning zarbasi va hisob 5-0 azizlar. Anvar Yo'ldoshev o'zining 3-golini bugungi uchrashuvdagi 3-golini kiritmoqda. Gol chiroyli bo'lgan edi. Dahana jamoasining esa ushbu goldan so'ng darvozaboni almashmoqda. Demak, aziz muxlislar, hisob 5-0. Yangiobod jamoasi oldinda. Mana yana bir hujum. Yangiobod jamoasi futbolchilari yayrab futbol o'ynashmoqda. Ana endi Dahana jamoasi to'p bilan Ismatullayev Begzodga. Begzoddan noto'g'ri uzatma. Ana endi Umid to'pni Javohirga, Javohirdan esa yaxshi zarba bu yerda. Saidovning zarbasi noaniq edi. Biroq u Anvarga ham to'pni yetkazib bersa bo'lardi. Lekin Ramziddin o'zi zarba yo'llashga qaror qildi. Mana bu uzatmada esa xatolik, lekin Botirov unda yaxshi texnika bor, tezlik ham bor, yaxshi uzatma, xo'sh, hisob o'zgaradimi? Yaxshi imkoniyat bo'lgan edi Dahana jamoasida. Kam sonlik bunaqa vaziyatlar foydalanish kerak. Ana endi qarshi hujumda Yangiobod yana Ramziddinning o'zi zarba yo'llagan. Anvar esa yana ushbu vaziyatga kulib emotsiya bildirib qo'ymoqda. Ramziddin to'pni uzatsa bo'lar edi, biroq o'zida ham yaxshi imkoniyat edi zarba yo'llash uchun. Mana endi Anvar to'p bilan, xo'sh, Anvar bir futbolchini ortda qoldirdi. Umid Yo'ldoshev uning zarbasini darvozabon qaytarmoqda. Botirov himoyachilar o'z pozitsiyasiga qaytishga ulgurishdi, lekin mana bu pascha noaniq. Uzatmada noaniqlik. Umid Yo'ldoshev ana endi Yangiobodning yangi hujumini boshlamoqda. Toshtemirov yaxshi uzatma, Boriyevga, Boriyev to'pni Dahana futbolchilari egallab oldi. Qarshi hujum, yaxshi uzatma. Botirov to'pni to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi va futbolchilar time out. Demak, aziz muxlislar, Yangiobod jamoasi time outdan unumli foydalandi va ana endi
jamoada o'zgarish ham bo'lmoqda. Darvozabon Saydullayev Fayzullo Toshtemirov o'rniga va Toshtemirov esa ana endi o'yinga qo'shildi. Zaxiraga esa Bo'riyev olingan ekan. Toshtemirov aynan to'p bilan Umid Yo'ldoshev Saydullayev hali o'yinga moslashib keta olgani yo'q. U hozirgina maydonga tushdi. Yaxana jamoasining hujumi mana bu yerda to'p oldirib qo'yildi. O'yin qoidasi buzilmadimikan? Yo'q, Dahana futbolchilari to'pni egallab turibdi. Umid Yo'ldoshev to'pni outga chiqarib yubordi, har ehtimolga qarshi. Dahana jamoasi to'pni egallab turibdi. Bekzod yaxshi uzatma Botirovga va Saydullayevdan bugungi uchrashuvdagi dastlabki seyv. Yaxshi hujum tashkil qilingan edi. Dahana jamoasi futbolchilari mana bu yerdachi out. Yangiobod jamoasi a'zolari outdan to'pni amalga oshiradi. Umid Yo'ldoshev to'pni orqaroqqa darvozabonga, yana Umidni o'zi qabul qilib oldi. Yana darvozabon Saydullayevga. Yana Umid to'p bilan to'pni oldirib qo'ydi Ramzidan. Bu yerda biroq Umid uning xatosini to'g'rilab ketdi. Ana endi Saidov katta tezlik bilan oldinga qarab intilmoqda. Mana bu uzatmachi Anvarga, Anvar esa Saidovning o'ziga qaytarib berildi va mana shunaqa Saidov qiyin holatda bo'lsa-da raqiblar darvozasiga Yangiobod jamoasining 6-golini kiritmoqda. Ramzidan Saidov. Hisob 6-0. Bizda esa hali birinchi bo'lim va o'ynash kerak. Dahana futbolchilari to'g'risi biroz sustlashib qolgandek. Hali ancha vaqt oldinda. Yo'ldoshev yana to'pni qaytardi. Xolif mana bu yerda to'p to'xtatishda xatolikka yo'l qo'ydi. Saidovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi. Pas bermaganing uchun Sunnatullayev ana endi zarba yo'llashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning zarbasi Umid yaxshi harakat qilyapti. Umid o'zi Yo'ldoshev mana bu yerda to'p uzatishga xatolik va to'xtatishda ham maydon juda sirpanchiq. Shu sababli futbolchilarga noqulayliklar kelib tug'dirmoqda. Umid Yo'ldoshev hozir noqulay tarzda yiqilgan edi. Lekin unda hammasi yaxshi joyida, o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Yangiobod jamoasining yetakchi futbolchilaridan biri Toshtemirov zarba yo'llaydimi? Ha, zarba bor, biroz noaniq. Ana endi Botirov to'pni egallab turibdi va Dahananing hujumi kamsonlik to'pni oldirib qo'ydi Ahmedov. Ahmedov albatta uzoq tanaffusdan so'ng defel o'yinlariga qaytdi. Uning kuchli zarbalari bor, agar eslasangiz. Biz hozircha undan tarixiy zarbalarni ko'rganimiz yo'q. Xo'sh, Anvar yana Anvar to'pni yo'qotdi. Xolif to'pni Botirovga. Dahana futbolchisi mana bu yerda xatoga yo'l qo'ydi, biroq Anvar Yo'ldoshevning o'yin qoidasini buzilgani yo'q, lekin futbolchi joyidan turishi kerak. Dahana jamoasining hujumi ana endi darvozabon xatoga yo'l qo'ymoqda. Yo'ldoshevdan mana bu zarba, lekin darvozabon o'z joyiga qaytib ulgurgan edi. Xolif ana endi to'p bilan Ahmedovga. Ahmedov Normurodov to'p so'ramoqda. Ahmedov to'pni o'zida saqlab turibdi. Mana bu yerda xatoga yo'l qo'yildi va darvoza bo'sh. Hisob esa 7-0. Yangiobod jamoasi birinchi bo'limning o'zidayoq yirik hisobni yuzaga keltirmoqda. 7-0 azizlar. Bu esa ularni turnir jadvalida yaxshi
to'plar nisbatini yaxshilab olish uchun imkoniyat yaratib beradi. Saidov mana bunday uzoq masofaga pas yo'llamoqchi edi. Biroq uning o'zi mana bu xatosini to'g'riladi. Ana endi yo'ldoshi Saydullayev. Aha, yaxshi pas. Anvar. Agar gol bo'lganda chiroyli gol bo'lar edi. Anvar to'pni o'ziga juda ham chiroyli bo'ysundirdi. Ana endi Dahana jamoasi yo'q. Shunday vaziyatlarda jamoalarning albatta ularning to'p bilan qilayotgan muomalalari biroz farq qiladi. Bilinib qoladi mana shunaqa yomg'ir yog'ilgan ob-havoda. Sababi hozir Dahana futbolchilarida to'p uzatishda xatoliklar, to'p to'xtatishda xatoliklar yuzaga kelmoqda. Yangiobod jamoasida ham bunday holatlar bo'lib turibdi, lekin nisbatan raqiblariga nisbatan kam. Botirov ana endi to'pni o'zida saqlab turibdi. Yaxshi. Ahmedovdan mana o'sha chiroyli super zarba. Biz buni boya aytib o'tgan edik. Ahmedovda bor shunday zarbalar. Biz buni oldinlari ham guvohi bo'lganmiz va Dahana jamoasining raqiblar darvozasiga birinchi golini kiritmoqda. Ahmedov va mavsumdagi ilk golini kiritdi Ahmedov. Albatta azizlar, ko'pchilik muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Komiljon Ahmedovda mana shunaqa kuchli zarbalar bor. Oldinlari biz uni hattoki maydon markazida ham raqiblar darvozasiga gol kiritganini ko'rganmiz. Bizda esa hisob 7-1 oldinda Yangiobod jamoasi. Ramzidan to'p Dahana futbolchisidan tark etdi, Botirovga tegib ketdi va Anvar to'pni o'zi saqlab turibdi. Qarshisida 3 futbolchi edi va Botirov o'yin qoidasi buzildi. Kechiktirilgan faol. Ana endi outdan Botirov Dahana jamoasining navbatdagi hujumini boshlaydi. Aha, yaxshi uzatma bo'lgan edi. Mana qarang, oddiy vaziyatlarda ham to'p uzatishda xatoliklar. Toshtemirov Yo'ldoshovga, Saidov yaxshi uzatma Umidga. Umid ham to'p to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi. Burchak to'pi Yangiobod jamoasi burchak to'pini amalga oshiradi. Toshtemirov to'pning yonida. Darvozaga to'g'ridan to'g'ri zarba. Toshtemirovdan 2 marotaba zarba, darvozabondan ham 2 marta seyf. Ramzidan to'pni orqaroqqa Saydullayevga yetkazib berdi. Ana endi Anvar to'pni egallab turibdi. Toshtemirovgacha to'p yetib keldi. Xo'sh, yaxshi uzatma Ramzidan tomon. Saidov Umidga, Umid Yo'ldoshev Saydullayevga. Yana Umid to'p bilan. Ana endi boshqa Yo'ldoshevga, Anvarga to'pni yetkazib berdi. Ramzidan yaxshi o'tib ketdi bir futbolchidan va chiroyli uzatma va Umid Yo'ldoshev hisobni 8-1 ko'rinishiga olib kelmoqda. Yangiobod jamoasi raqiblar darvozasiga o'zining 8-golini ham kiritdi. Tarkibda esa o'zgarish Yangiobod jamoasi tarkibida. Dilshodbek Raupov yana maydonga qaytdi. Birinchi gol muallifi. Aynan u to'p bilan jarohat olmagandek ko'rinyapti. Hozircha uning holati yaxshi, chunki maydonni oqsoqlangan holda tark etgan edi. Yangiobod futbolchisi mana bu yerda to'pni yo'qotib qo'ydi va yana to'p uzatishda xatolik. Uchrashuvning esa birinchi bo'limi yakunlanmoqda aziz muxlislar. Hozircha hisob 8-1 oldinda Yangiobod jamoasi. Demak aziz muxlislar, o'yinning ikkinchi bo'limi boshlandi. Ikkinchi bo'limda
Yangiobod jamoasi Xitoy milliy to'p nazoratini o'z qo'liga olmoqda. Hisob 8-1 oldinda Yangiobod jamoasi. Navbatdagi hujum Raupovdan zarba, darvozabondan seyf. Yana orqaroqda Umid shu masofadan zarba yo'llashga qaror qildi. Maydonda qizil libosda Yangiobod jamoasi, och yashil libosda esa Dahana jamoasi bugungi o'yinda harakat qilmoqda. Yo'ldosh to'pni oldirib qo'ydi, biroq o'z oxirigacha kurashdi. Raupov Umid to'p so'rayapti, aynan unga uzatma bo'lgan edi, biroq noaniq. Dahana jamoasi endi o'zining yangi hujumini tashkil qiladi. Xolif Botirov yaxshi uzatma Botirovdan. Uchrashuvda hisob o'zgarmoqda. Aziz muxlislar, hisob 8-2. Hamroyev uchrashuvda hisobni qisqartirdi va Dahana jamoasining raqiblar darvozasiga ikkinchi golini kiritdi. Hisob 8-2. Yangiobod jamoasi futbolchilari oldinga o'tishga shoshilishmayapti. To'p nazoratini o'zida saqlab turibdi. Yana Boriyev to'p bilan Saydullayevdan mana bunaqa xato uzatma va Hamroyev uning uzatmasida ham xatolik. Nodirbek to'pni Javohirga yetkazib berdi. Javohir xo'sh, zarba yo'llaydimi? Yo'q, mana bu yerda hozir Botirov yaxshi harakat qildi va qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Yaxshi imkoniyat. Ahmedov. Yoshligim qaytib qolsami degan vaziyatda Ahmedov uchun albatta hazilona. Nodirbek ana endi Umidga to'pni yetkazib berdi. Yangiobod orqaroqqa uzatma. Saydullayev, Yo'ldoshev, Umid, Javohir Boriyev. Yana Umidga. Nodirbek o'rtadan to'p so'rayapti. Ha, Nodirbek uzatma. Nodirbek bu vaziyatda to'p toza olib qolinganligi, o'yin qoidasi buzilgani yo'q demoqda hakamlar va Ahmedov yaxshi uzatma. Botirovdan zarba. Botirovning zarbasi noaniq edi. Xo'p, yaxshi harakat qilgan edi Ahmedov ushbu vaziyatda, biroq Botirov zarbasida noaniqlik va Anvar ana endi Yangiobodning hujumini boshlamoqda. Yangiobod yaxshi uzatma Anvardan. Umid bu uzatmaga tayyor emas edi. Ana endi to'pni Yangiobodliklar yana egallab olishdi. Botirov, unda tezlik bor, qochib keta oladi va mana bunday zarba ham bor. Saydullayevdan esa ajoyib seyv. Yomg'irli havoda pastdan kelgan zarbalar noqulaylik tug'diradi darvozabonlarga. Shuning uchun biroz ushbu vaziyatga reaksiya bildirdi. Saydullayev, Yo'ldoshev, Anvar. Hozir hakamlarga e'tiroz bildirmoqda Toshtemirov. Bu qaysidir ma'noda o'rinli, chunki darvozabon to'pni qo'li bilan birinchi pasni boshlashligi kerak. Boriyev ana endi Yo'ldoshevga, Anvar qarshisida ikki futbolchi zarba yo'llashga qaror qildi. Anvar o'zida to'pni saqlab turibdi. Yana Javohir zarba yo'llaydimi? Yo'q. Yana Anvarga uzatma. Mana bu yerda chiroyli uzatma. Darvozabondan ham ajoyib seyf. Anvar Yo'ldoshev. Yangiobod jamoasining hujumi yakunlandi. Ana endi Dahana jamoasi mana bu yerda darvozabon xatoga yo'l qo'ydi.
To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dahana jamoasi outdan to'pni amalga oshirdi. Xolovda mana bunda uzatma. Qiyin bu to'pga yetib borish. Umid to'p bilan Javohirga Bo'riyevdan zarba, aqlli pas zarba edi bu. To'p darvozabonga tekkani yo'q. Mana bu yerda hozir Xolov xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabondan ham ajoyib sev. Anvar yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Xolov jamoasi o'zi yirik hisobda mag'lubiyatga uchramoqda, lekin mana bunday xatolar noo'rin. Bu uzatmachi darvozabonniki Saydullayev. Anvar to'p uzatishga xatolikka yo'l qo'ydi. Endi Botirov bir himoyachidan o'tib ketdi. Yaxshi uzatma. To'p mana shu yerda baribir tajriba o'z so'zini aytib qoladi. To'pni to'xtatishda oddiy vaziyatda to'pni to'xtata olmadi Dahana futbolchisi. Mana bu zarba esa noaniq. Yangiobod jamoasi time outdan foydalanmoqda. Yangiobod jamoasi to'pni darvozabon birinchi pas bilan amalga oshiradi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi davom etmoqda. Anvar to'p to'xtatishga xatolikka yo'l qo'ydi. Dahana jamoasi outdan to'pni amalga oshiradi. Xolovdan uzatma Bekzodga, endi Bahriddin Botirov darvozabonga to'pni yetkazib berdi. O'yin qoidasi buzildi. Yangiobod jamoasi futbolchisiga nisbatan. Sunnatullayev nohaq. Saydullayev, Toshtemirov yaxshi uzatma. Saidov. Toshtemirov hozir futbolchining oyoqlari orasidan to'pni yetkazib bergan edi. Jamoadoshiga ana endi Anvar yaxshi uzatma Bo'riyev tomon. Bo'riyev Saidovgami? Yo'q, bu zarba edi. Dahana jamoasi ana endi hujumga o'tishadi. Yo'q, xatoga yana yo'l qo'yilmoqda. Mana bundaqa Toshkentning bu golda hissasi katta. U darvozabonni chalg'ita oldi. Anvar esa bugungi uchrashuvdagi yana o'zining navbatdagi golini kiritdi. Hisob esa 9-2. Anvar Yo'ldoshev. Yana yaxshi zarba Bo'riyevdan. Yangiobod jamoasi yana hujumga o'tdi. Saidov ekan zarba yo'llagan. Toshtemirov. Xo'sh, jamoa sardori. Bu ham bugungi uchrashuvda gol kiritadimi? Bo'riyev to'p bilan Toshtemirovga yaxshi harakat. To'pga ulgurdi Toshtemirov. Ilyos to'p uzatishga xatolikka yo'l qo'ydi va darvozabon bilan birga bir holat to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi Botirov. Va o'yin qoidasini ham buzishga ulgurdi Botirov. Yaxshi imkoniyat edi. Darvozabon bilan 2-1 chiqib ketgan edi Dahana futbolchilari. Biroq ushbu vaziyatdan foydalana olmadi ular. Botirov o'zidan to'pni uzoqlashtirib qo'ydi. Albatta, havo ham biroz noqulayliklar tug'dirmoqda, aytib o'tganimizdek. Shu sababli Botirov to'pni o'zida bo'ysundira olmadi. Mana bu yerda esa hisob yana o'zgarmoqda. Anvar Yo'ldoshev raqiblar darvozasiga o'zining 10-golini, Yangiobod jamoasining 10-golini kiritdi. Hisob 10-2. Hisob yiriklashib ketdi, aziz muxlislar. Va eslatib o'tamiz, bugun 3-turdan o'rin olgan navbatdagi o'yin bundan so'ng yuksalish hamda Navbahor jamoalari o'rtasida bo'ladi. Yangiobodning hujumi, Toshtemirovdan zarba, darvozabondan seyf.
Anvar to'p kurash olib bormoqda va mana bu yerda o'yin qoidasi buzilmoqda. Botirov nohaq edi. O'yin qoidasini buzdi Anvar Yo'ldoshevga nisbatan. Qaysi vaziyatda e'tiroz bildiryapti Botirov bilmadim. Jarima to'pi, to'p yonida Toshtemiri zarba yo'llaydi. Katta ehtimol bilan zarba yo'llandi. Darvozabondan seyf. Anvar esa bo'sh qolgan darvozaga to'pni kirita olmadi. Noqulay pozitsiyada edi u. Botirovning zarbasi darvozabondan navbatdagi seyf. Botirov burchak to'pini amalga oshirdi. Daxananing hujumi, zarba. Xolif noaniq zarba yo'lladi. Bo'riyevdan esa bunaqa tushunarsiz pas. Daxana futbolchilari outdan to'pni amalga oshirishda xatolikka yo'l qo'ydi va Yangiobod ana endi harakat qilishi mumkin. Hozir mana bu yerda darvozabon Saydullayev maydon markazigacha chiqib keldi va xavfni bartaraf qildi. Daxananing ikki futbolchisi hujumga o'tib ketayotgan edi. Xolif, Botirov, Ahmedov, yana Ahmedovning o'ziga qaytarildi. Ahmedovdan mana bundaqa noto'g'ri uzatma. O'ynaymiz tezroq. Bo'riyev Yangiobodning yangi hujumini tashkil qiladi. Anvar, yaxshi harakatlar Anvardan. Yo'ldoshev Anvar to'p bilan yana yo'q. To'p uzatishda xatolikka yo'l qo'ymoqda. Xolif mana bu yerda Anvar to'pni egallab oldi. Xatoga yo'l qo'ydi. Daxana futbolchilari tezlik bilan yana Toshtemirovga to'pni yetkazib bermoqchi edi Anvar. Yangiobod jamoasi futbolchilari outdan to'pni amalga oshiradi. Saidov to'pni yonida, Toshtemирov xatolikka yo'l qo'ydi. Saidov oddiy vaziyatda ana endi Daxana jamoasiga qaytarib berildi. Out. Xolif, Botirov yaxshi harakat qildi mana bu yerda hozir Daxana jamoasi futbolchisi va yaxshi harakat qilgan edi hozir Hamroyev. Ahmedovga to'pni juda ham chiroyli tarzda o'tkazib yubordi. Unga nisbatan o'yin qoidasi ham buzilgan edi, biroq to'p Daxana futbolchilarining o'zlarida qolgan edi. Darvozabon outga to'pni chiqarib yubordi. Tavakkal qilmadi bu vaziyatda. Ana endi Yangiobodning navbatdagi hujumi. Bo'riyev, Saidov zarba yo'llaydimi? Yo'q. Bo'riyevga Toshtemирov bir futbolchini ortda qoldirdi. Mana endi zarba bor. Darvozabon o'z joyida. Ahmedov yaxshi uzatma. Hamroyev, Botirov to'p so'rayapti. Tezroq unga yetkazib berish kerak. Ahmedov burchak to'pi ishlab oldi Daxana futbolchilari. Ahmedov tushunarsiz pas Ahmedovdan. Ana endi Yangiobod jamoasi futbolchilari outdan to'pni amalga oshiradi. Toshtemирov bu ishni bajardi va Saydullayevdan yaxshi uzatma, biroq darvozabon ham xatoga yo'l qo'ymoqda. Saidov hamda Yo'ldoshev bir-birlariga xalaqit qilib qolishdi. Bu vaziyatda bo'sh qolgan darvozaga zarba yo'llash mumkin edi. Mana bu uzatmachi Ahmedovdan zarba darvoza to'siniga tegmoqda to'p. Qoyil qolish kerak. Hozir Yangiobod jamoat futbolchisi Umid Yo'ldoshevga jon bilan tashlandi ushbu to'pga. Balki tekkan bo'lish, tekkan ekan.
futbolchiga to'p tegib, keyin darvoza to'siniga tegib chiqib ketgan ekan. Dahana futbolchilari Ulovoydan to'pni amalga oshiradi. Mana bu uzatmachi hammadan o'tib ketdi. Yo'ldoshi Toshtemirovga Botirov o'yin qoidasini buzmoqda. Toshtemirovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Bu yerda tortishganda foydasi yo'q. Hakamga quloq solish kerak. Hozir bu yerda fol bor edi, chunki to'pga birinchi bo'lib Toshtemirov ulgurgan edi. Botirov hakamlar bilan tortishmoqda. To'pning yonida esa Yo'ldoshovlar, Umid hamda Anvar. Toshtemirovga uzatib berildi. Mana bu yerda yaxshi harakat qilgan edi Yangiobod futbolchilari, biroq Dahana himoyachilari ham o'z joyida edi. Ana endi yana yangidan hujumni boshlashmoqchi. Saidov hammadan o'tib keldi. Yo'ldoshev Umidga, Umid yaxshi harakat, lekin zarbada noaniqlik. Hozir yaxshi ikki futbolchini ortda qoldirgan edi Umid, biroq u asosiy oyog'i chap oyoqda, zarba esa o'ng oyog'iga to'g'ri keldi. Bu vaziyatdachi to'p qo'liga tegdi Yangiobod futbolchisini. Ahmedov to'pning yonida Dahana jamoasining jarima to'pini amalga oshiradi. Ahmedov yaxshi uzatma edi, biroq Botirovgacha to'p yetib bormadi. Botirov yana Ahmedovga, Toshtemirov himoyaga yordamga yetib keldi. To'p darvozaga kirib ketdimi yo'qmi? Yo'q. Toshtemirov mana bu yerda to'p uzatishda yana xatolik. Yaxshi harakatlar Ahmedov. Ahmedov to'pni o'zida saqlab turibdi. Yaxshi uzatma. Sinatullayev. O'yin qoidasi buzildi. Toshtemirov o'yin qoidasini buzmoqda Ahmedovga nisbatan va yaxshi qulay vaziyatda jarima ishlab olmoqda Dahana futbolchilari. Hisobni qisqartirish uchun yaxshi imkoniyat. Saydullayev jonli devor o'rnatmoqda. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. Darvozabon o'z joyida Saydullayev. O'zining navbatdagi seyfini xursandchilik bilan nishonladi va mana bu yerdachi yana navbatdagi seyf Saydullayev. Yaxshi harakat qilmoqda Saydullayev. Dahana jamoasi bilan hozir Botirov Sinatullayevning zarbasini o'zi to'sib qoldi. Darvozabon Zafarbek to'pni egallab oldi. Botirovga to'pni yetkazib berdi. Botirov qanday harakat qiladi? Ikki futbolchini ortda qoldirdi. Yaxshi harakat qildi Botirov. Zarba ham bor. Super gol. Dahana jamoasi hisobni qisqartirmoqda. Botirov ushbu hujumni o'zi tashkil qildi va o'zi yakunlab qo'ymoqda. Hisob esa 10-3. Chiroyli gol kiritdi Botirov. Begzod to'pni egallab oldi va outdan to'pni amalga oshiradi Dahana futbolchilari. Biroz temp yuqorilashdi Dahana uchun. Mana bu yerdachi Ahmedovdan to'p chiqib ketdi. Yaxshi uzatma, birgina uzatmalar bilan Anvarni birga bir holatga chiqarib yubormoqda Saydullayev. Biroq Anvarning zarbasida noaniqlik. Hakamlarga e'tiroz bildiryapti. Qaysi vaziyat uchun to'p tegdi deyapti Yo'ldoshev Anvar. Uchrashuv shu yerda yakunlandi. Yangiobod jamoasi yirik hisobda 13 hisobida 3-turda Dahana jamoasi ustidan g'alaba qozondi.